psixosomatikaga qaraysiz deysizmi bilmayman. U psixologiya, psixosomatika bu meniki emas, qizlar, men psixolog emasman. Bu baraka topganlar. Kim aytdi men psixolog deb? Men prosta hayotiy tajribalarimdan bo'lishaman va juda ham ko'p kitob o'qiyman va juda ham ko'p kurslar sotib olaman. O'zimga kerak. Men o'zim hayotimni tiklash uchun, baxtli bo'lish uchun, boy bo'lish uchun, sokinlik bo'lish uchun, o'zimni Allohimni topish uchun men 7 yildan beri qidirib mana shuni hammasini topdim, bo'ldi. Menga boshqa hech nima kerak emas. Baxtni ham topdim, muhabbatni ham topdim. Bolalarim muhabbati. Boylikni ham topdim, sokinlikni ham topdim, Allohimni ham topdim, kasbimni ham topdim, ehsonni ham qilyapman. Zo'r yo'lga tushib oldim. Buni hammasiga olib kelgan meni bilim. Faqat bilim orqali keldim, qizlar. Bilim, yana bir bor bilim. Aytadi-ku, tal besikdan yer besikka deyin faqat bilim izla deydi. Boshqa yo'li yo'q, qizlar. Agar hozir bir ikkitasi aytadigan bo'lsa, yo'q, namoz o'qish kerak deb hozir bir ikkitasi chiqadi. Ha, o'qiyapsiz-ku, namoz shu paytgacha bermayapti-yu Alloh taolo. Bermagani uchun psixologiyaga kelib o'tiribsiz-ku. Buni ham tan olinglar. Tan olish kerak prosta. Olib tagachilik shuni yomon ko'raman. Qachon o'zinglarni aldaysizlar hammalaring, bu bilan Alloh yo'q demayapman. Bu yog'ini ham to'g'rilab keting.